bir narsaga o'zimiz kuchimiz bilan erishgan bo'lsak, u boshqa bir narsa, bizga uni taqdim etishgan bo'lsa, u boshqa bir narsa. Ikkalasini bizni hayotimizdagi, xayolimizdagi, zehnimizdagi tutgan o'rni mutlaqo boshqa. Masalan, men deylik sizga bir kitobni o'qishga berdim. Uni siz o'ziz o'qib, u yerdan qiynalib, azob chekib bir narsa anglashingiz bu mutlaqo boshqa narsa. Men yoki boshqa biri uni analiz qilib berishi, boshqa qilishi bu boshqa narsa. Sizligi, ya'ni bittasini siz qo'lga kiritdingiz, bittasida deyarli sizning ishtirokingiz bo'lmadi. Siz natijani qo'lga kiritdingiz. Masalan, yutqazish ehtimolini ko'rib turganda g'alaba har doim shirin bo'ladi. Yutqazish ehtimolingiz borligini bilib turib harakat qilsangiz va g'alabaga erishsangiz, u g'alaba har doim shirin bo'ladi. Hayotda hamma narsa shunday. Ya'ni qiyinchiliklar va sinovlar orqali bizni yutuqlarimizni qadri nima bo'ladi? Ortadi.